Mana konduktorimiz o'z biletlari bilan tekshirib, yurtdoshlarimiz qonuniy reyslarda o'z biletlari bilan reyslarni amalga oshiradi. Mana biletlarni oldinglarmi kerak? Ko'rsatib qo'ylar, qonuniy davlatda reys uya avtobuslarda jo'nab ketmoqda. Moskva Toshkent направление сколько раз получается в день? Один. Воскресенье один. Остальные день два раза. 14:00-17:00. Aziz do'stlar, tanlovda adashmasdan ishonchli raqamlarimiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, ko'rguvchilar, Moskva shahridan qonuniy reyslarimiz Moskva Toshkent har kuni reyslar amalga oshiriladi. Qonuniy reysli avtobuslar 14:00 da birinchi reys, 17:00 da ikkinchi reys. Tanlovda adashmasdan mana ko'rguvchilar, yurtdoshlarimiz qonuniy davlatimiz tomonidan qo'yilgan reysli avtobuslarda jo'nab ketishmoqda. Aziz yurtdoshlar, tavsiya qilamiz sizlarga ham xuddi shunday mana yurtdoshlarimizga o'xshab mana ko'rguvchilar, как положено, 24 число, 34 место. O'z biletinglarni ushlasizlarmi hamma? Tavsiya qilasizlarmi? Yaxshi e'tiborlar akalar, tanlovda adashmasizlar. Yo'limiz bexatar bo'lsin, uyimizga sog' salomat omon borib, mollarimizni, topganimizni yaxshi kunlarda buyurib, yaxshi kunlarda. Akalar, yaxshimi hammasi? Yurtboshimizga rahmat aytib qo'yamizmi shunaqa davlatda qonuniy reyslarni qo'yib berganiga? Rahmat akalar. Mana ko'rguvchilar, ishonchli reyslar. Mana haqiqatda ko'rdinglar, ijtimoiy tarmoqdan keldinglar. Yurtdoshlarimizga ham tavsiya qilasizlarmi shunaqa avtobusda ketishni? Ulayliklari, sharoitlari yaxshimi? Issiq 2,5 kunda bir mo'y kirib borasizlar mana. Постоянный qatnay